Bismillah. Zo'r kvartiramiz chiqib qoldi. Qarang, kirishingiz bilan bitta mana bunaqa kattagina prixochka. Chap tarafimizda bitta kattagina ota-onalar yotoqxonasi. Egalari bilan kelishgan holatda mebel texnikalari qoladi deyishdi. Buni yonida yana bitta spalnimiz bor. Odam borligi uchun olmadik. Buni yonida kattagina zali ko'ryapsiz, balkon qismi ham ulangan, juda ham katta holatda turibdi. Bu yoqqa qarab yuradigan bo'lsangiz, bitta razdelni hammomni ko'rishingiz mumkin. Razdelni hojatxonasi bor. Endi o'ng tarafida yana bitta spalniga ko'zingiz tushadi. Xo'p, manzilda yetadigan bo'lsam, Shayxontohur tumani hamma biladigan Bekos yonidan kirasiz, hamma biladigan Qoramo'ykani ro'parasida. Ko'rasiz, balkon qismimizdan tapchalik qo'yishgan, bemalol ovqatlarni qilib, bu yerda ovqatlanib o'tirishga imkoniyatingiz bor. Kvadraturasiga keladigan bo'lsam, 110 kvadrat bo'ldi. Bankskiy domni 3-qavatiga chiqqanmiz. 4 xonadan iborat razdelli hojatxona, hammom, mebel texnikalari egalari bilan kelishgan holatda qoladi. Qolmaydi, o'zligingiz suhbat qilib olasizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, $125,000 baholab qo'yganmiz. Raqamligisini qoldirib qo'yamiz. Qo'ng'iroq qilib tezkor sotuv narxini yaxshi deb o'ylayman. Barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.